siz kunlar necha pul topsa bo'lar ekan? Bilmayman, lekin kecha Mahfuza kelinimga topshirib 380 ming olishibdi. Voy, ular uyda 9 odam qilgan bo'lsa 380 ming. Ha, yo men qilmayman bunaqa ishlarni. Bo'la qolgan, hali yangi yilga uyi bezatishimiz kerak. Har joyda bezatilgan archalar, yoqsaydi qor parchalar. Sehrli bo'lib qoldi kechalar, yarim kun eshik ochilar. Kim nimani orzu qilgan bo'lsa, Biz odam emasmiz. Mana yengil kuni ham norin torab o'tiribmiz. Chunki oyimni 80 kilo zakazlari bor. Soat 12 da ham mana shu norin torab o'tirgan bo'lsa kerak-a, oya. Birinchi kuni ham norin yeymiz. Ikkinchi kuni bo'lsa suyuqni ichamiz. Uchinchi kuni ham suyuqni ichamiz. Ha, xonadon. Orga belab yeru osmonlar